Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugungi birinchi videomiz. Avvalambor assalomu alaykum deb qolamiz. Bugun bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli videolarni sizga kuzatib boramiz. Bugun mana shunaqa bir ishlar yapamiz. Mana shunaqa apparat. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shunaqa ishlaydi bu. Apparat, mana shunaqa apparat ishlaydi. Hozir ishlagani yo'q. Ko'rib turibsizlar. Chiroyli aliga qilib mana shunday kattalikdagi apparat o'z ishini olib boradi. Juda qiziqarli. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shu yerda mana shunday mana ko'sha deymiz biz. Ko'shalar ishlab chiqiladi. Mana shunaqa ko'shalar ishlab chiqiladi. Juda ajoyib. Rang-barang qilib ishlanadi. Mana shu mashinamizda qulayliklarini tanishtirsak, mana shunaqa mashinada qilamiz. O'g'aylar, biz Turkiyada mana shunaqa ishlarda ishlaymiz. Eng qiziqarli bugun sizlarga qiziq bo'ladigan qiziqarli mana mashinani kuzatyapman. Nima deymiz? Bular turklar soch deyishadi. Nima deymiz? Tunika deymiz. Tunika ajoyib mana mashinamiz. Mana ko'rsalarga mana bu ishlayotgan aligalar bor. Ko'rib turibsizlar. Qiziqarli joylari bor. Mashinani qanday moslagan ajoyib. Ko'rishlaringiz mumkin. Avvalambor bizni kanalda, YouTube kanalimizda qo'llab-quvvatlaysizlar va obunalarni bosasizlar degan umiddamiz. Bugun Ahmadulla Sharif kanalimizda birinchi videomizda albatta video olyapmiz. Albatta o'z fikringizni yozib qoldirasiz. Biz Turkiyada qiziqarli bo'lgan, siz uchun eng qiziqarli bo'lgan videolarni sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Mana bugun shularni aniga qildik. Videolarni qildik. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, keyingi videoda mana shunaqa fabrikada mana ishlar yapamiz. Mana shularni ham sizlarga kuzatib boramiz videolarimiz davomida. Avvalambor bizni mana shu qo'llab-quvvatlab videolarimizda qo'llaysiz degan umiddamiz. Mana shu Ahmadulla Sharif kanalida albatta ko'pdan ko'p yutuqlarga, ko'pdan ko'p videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli va eng quvnoq, eng chiroyli videolarda biz kunlik haftada hech bo'lmasa bitta video qo'yib boramiz. Sizning e'tiborlaringizga siz faqatgina bizdan soat nechida video qo'yishimizda, soat nechida video qo'ysa sizga ma'qul bo'lishini aytsangiz tamom, soatlarni siz belgilang. Albatta bizni kuzatib boring. Kamchiliklarimiz yoki xatolarimiz bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Ba'zi bir hollarda biz sizlarga yana ham qiziqarli bo'lgan ovqatlar, masalan Turkiyada ovqat tayyorlashimiz mumkin, ovqatlarimizni tayyorlashimiz mumkin. Ovqatlarimizdan ham video qilib sizlarning e'tiborlaringizga havola qilib boramiz. Har xil turdagi videolarni sizning e'tiboringizga havola qilib boramiz. Hurmatli obunachilarimiz, bizni albatta qo'llab-quvvatlab sizga umiddaman. Mana shunaqa apparatlarimiz mana eng qiziqarli, ajoyib. Ko'rib turganingizda mana shu eng katta apparat. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir mana shu apparatlarda ishlaydi. Eng qiziqarli nimalar mana shunaqa nimalar ishlab chiqiladi. Mana shunaqa xaltalaymiz. Keyin mana shu boyaga ko'sha deyapmiz. Mana shu tunkadan chiqqan nimalarni mana shularni ishda xaltalab qo'yib chiqamiz. Mana shu mana ko'rib turganingizda mana shu shularni hozir mana shu narsa mana shu xaltada bor. Mana shu narsadan hozir mana shu xaltada 700 ta qilib qo'yamiz. Mana 700 ta ko'rsatilgan. Mana ko'rsangiz ham bo'ladi. 700 ta, hozir 315 ta bosilgan. 700 ta
ichi bosib nima qiladi. Mana kompyuterimiz ishlayapti. Bosib mana kalitchalari bor. Ajoyib mashina. Mana albatta mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana shunaqa joylar, mana shunaqa mashinalar. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta bizdan uzoqlashmaysiz degan umiddamiz. Bizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Kamchiliklarimiz esa albatta mavzu tutasiz degan umiddamiz. Biz esa videomizni shu yerda esa yakun yasaymiz. Buguncha videomiz shu yerda yakun yasaymiz. Hurmatli obunachilarimiz, bizni Rahmatulloh Sharif kanalimizda albatta qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Bizni qo'llaganingiz, e'tiborlaringiz uchun avvalambor kattakon rahmat deb qolamiz. Sizni va yaqinlaringizni doim mana shu yaqinlashib kelayotgan yangi yil bilan yana bir bor tabriklaymiz. Yangi yil oldidan mana shu YouTube kanalimizda ish faoliyatini esa boshladik. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli videolar sizlar bilan bo'lishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.